Uyg'urlar orasida Palak Shahi degan nom bilan tanilgan Adil Hoshirning yaqinda ijtimoiy taratqularda tarqalgan bir videosi muhojiratdagi Uyg'urlar orasida nihoyat zo'r qo'zg'olon qo'zg'adi. Mazkur videoda bu yil 52 yoshga kirgan Adil Hoshirning 1-oyning 23-kuni qizi va shogirdlar bilan birlikda Sichuan o'lkasi Jangi nohiyasidagi Jemmingguan jilg'isiga tortilgan egizligi 180 metr, uzunligi 180 metr keladigan darda mahorat ko'rsatib, Xitoylarning Chag'an bayramini tabriklaganligi ko'rsatilgan. Videoda ko'rsatilishicha Adil Hoshir bilan qizi Xitoylarning qadimgi urush kiyimlarini kiyib, Jemmingguan jilg'isiga tortilgan po'lat simdan mengib o'tgan. Ondan keyin zo'q sho'x bilan Xitoylarning Chag'an bayramini tabriklagan. Adil Hoshirning Jemmingguan jilg'isiga tortilgan po'lat simdan mengib o'tganligi haqida ijtimoiy taratqularda tarqalgan videolarning ostiga nurg'un o'xshamagan inkaslar tushgan. Inkaslarning ba'zilari Adil Hoshirga amal yo'q, Xitoy majburlab ashundaq kiyimlarni kiygizib, o'zining depiga usulga solgan desa, ko'pinchisi Adil Hoshirning azaldan quliqi yumshoq kompartiyaga sodiq ekanligini ta'kidlashgan. Inkaslarning birida Adil Hoshirning Qashqar Yangisardan ekanligi, Adil Hoshir 1997-yili 6-oyda Sanxia bo'g'ozidan o'tishga tayyorlik qilayotganda yurtdoshlarining moddiy va ma'naviy jihatdan nihoyat qo'llaganligini yozgan. 1997-yili 6-oyning 22-kuni 26 yoshlik Adil Hoshir Changjiang daryosining Sanxia bo'g'oziga tortilgan 640 metr uzunlikdagi po'lat simdan 13 minut 48 sekundda mengib o'tib, aslidagi 53 minut 10 sekundda o'tishdek dunyo Ginnes rekordini buzib o'tgan edi. İjtimoiy taratqularda tushgan inkaslarga qaraganda, Adil Hoshir ashu chog'da Sanxiyadan qaytib Urumchiga borganda, Urumchi xalqi Urumchi ko'chalarida saldek eqib, uni ajoyib qizg'inlik bilan qarshi olgan. Xalq uni Janubiy Qovuqdan Sirik o'migigacha mursida ko'tarib apargan. İnkaslarning ko'pinchasida Adil Hoshirning uzundan buyon Xitoyga yaxshiroq bo'lishni oshirib o'rindab kelganligi, Xitoy hukumatining atalmish millatlar ittifoqligi, asabiylikni tugutish va muqimlikni saqlash qatorliq siyosiy tashviqotlarga yantayoq bo'lib berganligi tanqid qilingan. Kanadada turishliq Serik mahiri Aygul Mehmet 1990-yillarning oxiridan 2004-yili 1-oy Kanadada yerlashib qolganga qadar Uyg'ur avtonom rayonlik Serik o'mikida Adil Hoshir bilan xizmatdosh bo'lib ishlagan ekan. U radiomizning ziyoratini qabul qilib, Adil Hoshirning yaqinda tarqalgan videosini ko'rib, hayron qolmaganligini, uning azaldan o'z manfaatini birinchi o'ringa qo'yadigan kishi ekanligini eslab o'tdi. 95 ya 4 atroflarga keldi deyman. Manfaat degan bek yomon narsa-ku. O'zimlam ko'tarilib, o'zim bo'lsam, nim bo'lsam, shu qizil pachoqning birisi u. Aygul Mehmet Xanim Kanadaga kelishdan ilgari davlatlik 1-darajalik Serik artisti bo'lib, 2004-yili 1-oyda Xitoy hukumati tashkillagan Serik o'mik tarkibida Kanadaga o'yin qo'yishga kelganida Kanada hukumatidan siyosiy panohlik tilab qolib qolgan 7 nafar Uyg'ur Serik artistining biridir. Halbuki shu o'mak tarkibida Kanadaga birga kelgan Adil Hoshir Xitoyga qaytib ketgan. Ayni vaqtdagi Uyg'ur Avtonom rayonlik partiyasining sekretari Wang Luchan Adil Hoshirni Xinjiang xalqining yaxshi o'g'li deb maqtagan. Shundaqla uning keyingi vaqtlardagi serik faoliyatlari uchun siyosiy jihatdan yo'l ochib bergan. Adil Hoshir hatto keyingi mezgillarda Xitoy mamlakatlik xalq qurultiyining Xinjiang vakili bo'lgan. Ayni vaqtda Aygul Mehmet Xanim qatorliq 7 kishining Kanadada turib qilishiga yordam qilgan. Ayni vaqtdagi Kanada Sharqiy Turkiston jamiyatining raisi, hozirgi Dunyo Uyg'ur qurultiyi muhojirlar komitetining mudiri, Markaziy Ottavadagi Uyg'ur haqlarini himoya qilish qurilishining boshlig'i Mehmet To'xta apandi ayni vaqtdagi ishlarni eslab, Adil Hoshirning ayni vaqtda Xitoy hukumatiga sodiqligini bildirib qaytib ketganligini, uning buningdan 20 yillar ilgari qandaq bo'lgan bo'lsa, hozirmi hech o'zgarmaganligini, yaqinda tarqalgan videodan uning hatto Xitoy madaniyatiga qattiq cho'qinadigan biri bo'lib ketganligini ilgari surdi. Adil Hoshirning shu nimasi o'xshash. Shu 2004-yilmi shunda qildi. Mana hozirmi texmbek evjiga chiqibdi hamda insonning biroz nafratini ekiladi. İnsanni biroz kulgisini keltirdi rost gapim deganda. Ammo Adil Hoshirlar shundaq halqiliq paytlarda shu g'alchiligini 2004-yilda qanday qilganmasa hozirmi shuni qilyotdi. Afsuslansak bo'ladi mencha. 2004-yili 9-oyda Kanadaning Toronto shahrida o'tkazilgan xalqaro film festivalida Palak Shahi nomli hujjatli film qo'yilgan chog'da Adil Hoshir Urumchida turib radiomizning ziyoratini qabul qilgan. U shu qitimliq ziyorat jarayonida Kanadadagi Niagara shaqratmasi ustidan dardan o'tadigan planining Kanadada turib qolgan xizmatdoshlari sababidan amaldan qolganligini aytgan. Bu plan aslida u yerda mangadigan shunday yaxshi Kanadadagi Saatidaskiler, aşağıratmış saatidaskiler şunda yaxşı qo'llab qilgan. Biz shu yaqinda biz Kanadaga o'yin qo'ygan chiqib, bizning o'makki 7 qarindishimiz ashada
bizning kasbini ajada qilganimizda qapqaganlikdan meniki bu ishimga lekin Kanada hukumatining hozirgi bizning tadbirimizni qo'yapti de. Şuna hem de acı ballarınki bizde vatan qaytib kelsa, lekin yana meniki acı Kanadadan Aygül Mehmet xanımның bildirişçe Adil Hoşur 2017-yillargacha uning bilan ijtimoiy taratqular orqali aloqalashib turgan. Uning aytishicha Adil Hoşur aslida hukumat tarafdan yaxshi ta'minot berilayotgan biri ekan. Lekin u Xitoy mamlakatlik xalq qurultiyining vakili bo'lgandan keyin turmushi texmi bayashat bo'lib ketgan. Urumchida va o'zining tug'ilib o'sgan yurti Qashqar Yangisarda nurg'un restoran va mehmonxonalarni ochgan ekan. Aygül Mehmet xanım agar Xitoy hukumati uningga bevosita yo'l ochib bermasa, Adil Hoşurning har qancha pul bo'lgan taqdirdami uncha cho'ng tijoratga ega bo'la olmaydiganligini eskartdi. Hozir butunlay shu maktablarni ichib, Yangisardami bizmuncha restoranlarim bor deydi, mehmonxonalar bor ekan. Unda bo'lgandan o'z oldiga ochdim deydi, ammo o'z oldi degan bilan yana shu Xitoyniki unda terikimda yulab bermisi, undaq nim bor deysiz unga. Angliyada turishliq san'atkor va siyosiy faoliyatchi Rahima Mahmud xonim Xitoyning chag'anda Uyg'urlarni Xitoycha kiyindirib, Xitoycha naqshi usulga serishning Uyg'urlarning ruhini sundirish uchun maqsadlik holda ilib berilayotgan siyosiy o'yinning bir partisi ekanligini ta'kidladi. Mashhur Rafael Lemkin degan kishi shu qirg'inchilikqa qarshi nizomnomaning asosnamesini tuzib chiqqan advokat. Bu adamninki eng başta yazılgan nizamnomada shu madaniy qirg'inchilikninki bir markaz bir qismi degan. Chunki bir millatni yo'qotish, uning faqatlam physical, ya'ni o'ltirib o'tish, yo'qotib o'tish emas, ammo uni o'ltamay turib, masalan, shu millatga xos bo'lgan uning tili, uning dini va uningki madaniyati, ya'ni shularni alohida boshqa millatdan farqlantiradigan shu madaniyatini yo'qotganmi o'xshashlam qirg'inchilik deb so'zlanganchu buningda. Shuning uchun hozirgi Xitoyninki bu berayotgan bu siyosati garchi bizningki millatimizni butunlay qirib etmagan bo'lsa-mu, ammo mushundaq o'zimizning millatiga o'zining madaniyatini zo'rlik bilan qabul qilg'izib bir millatninki alohidaligini yo'qotish, ya'ni millatni yo'qotganga o'xshash deb qarayman. Axirida Aygül Mehmet xonim va Rahima Mahmud xonimlar o'xshashla muhojiratdagi Uyg'urlarning Uyg'ur kimligini, jumladan Uyg'ur san'atini qo'g'dab qilishda nihoyatda cho'ng majburiyati va mas'uliyatining borligini eskartdi. Bu programmani Nur Iman tayyorladi.